Sizlar hech qachon mana bunaqa paketchali choyni ichmanglar. Chunki bu o'zini tarkibidan mayda mikroplastik moddalar ajratib chiqaradi. U mikroplastik moddalar bizani gormonal fonimizga ta'sir qilish ehtimoli juda ham yuqori. Undan tashqari tanamizni yallig'lantirish xususiyatiga ham ega hisoblanadi. Tanamizda yallig'lanish ortdi degani o'sha bizani tanamizda har xil metabolik sindrom kasalliklar boshlanadi degani. Ya'ni u ortiqcha vazn bo'lishi mumkin, metabolizm sekinlashib ketadi, qon atrofida yog' yig'iladi, insulin rezistentlik bo'lishi mumkin va shunga o'xshash muammolar. Shu sabab ota-bobolarimiz qilgan ishni qilib, yozni chillasida ham ko'k choylarni qaynoq qilib damlab ichinglar. Chunki ko'k choy antioksidant xususiyatga ega, bizani qarish jarayonimizni sekinlashtirishda ham zo'r yordam beradi. Detoks sifatida ham faqatgina ko'k choyni men tavsiya qilaman, chunki ko'k choy qondagi yomon xolesterinni ham pasaytirishda yordam beradi. Har bir savolingizga to'g'ridan-to'g'ri mendan javob olishni xohlasanglar, men har juma kuni Telegram yopiq kanalimda jonli efir tashkil qilganman. Telegram yopiq kanalimning linkini olish uchun kommentariyada plyus belgisini qoldiring.